Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Mana osmonimiz musaffo. Qaranglar azizlarim, osmonimizda kechadan beri yomg'ir yog'adi, quyosh chiqadi, yomg'ir yog'adi. Mana shunaqa havo bo'layotibdi azizlarim. Sizlarga yana bir marta bog'imizni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerga har xil gullar ekib tashlaganmiz. Mana bu gergin. Gergin juda ham kattarib ketgan. Ya'ni kartoshka gulda kichkinasi. Mana nozik gullarimiz. Mana bag'da ham bunaqa sariq chiroyli gulimiz bor. Mana gerginlar. Har xili. Mana bu oqi bo'lsa, mana bu pushti rangi. Mana bu gulimizni hammalaringiz bilsanglar kerak azizlarim. Mana bag'da ham chiroyli bo'libdi gulimiz. Shunaqa bo'lib o'sib yotibdi. Mana kalonxo'y gullarimiz, kalonxo'y gulimiz mana ochilgan. Mana bu bag'da ham chiroyli ochilib yotibdi gullarimiz. Mana bu gulimiz bulbinvela. Mana yiqilib ketmaslik uchun cho'pni tiqib bog'lab qo'ydim. Bulbinvela gulini qizili mana bittasi ochilgan. Mana azizlarim, yana yeranlar. Mana bu mahroviy gvazdika, qaranglar qanday chiroyli ochilgan. Nozviklarimiz, kalonxo'ylarimiz bor. Mana bu gortenziya gulimiz. Mana gortenziya gulimizni barglari issiqqa ozroq mana kuyganday bo'lib qoldi, lekin yaxshi holatda. Mana tagidan ham chiqyapti. Mana qarang, tagidan ham chiqmoqchi bo'lib turibdi. Yana mana qalako'lchi gulchamiz, gerginlar bu yerda. Mana bu gulimiz tojixo'roz guli. Hademay gullaydi. Azizlarim, mana bu gulimizni eslanglar, yoshligimizni eslatadi. Shunaqa gullar bo'lardi oldin. Mana biz ham urug'dan sepgan ekanmiz, chiqibdi. Mana bu yerda nomasham guli, hademay bu ham ochiladi. Nomasham guli hozir ochilgani yo'q, o'sib yotibdi. Mana bu yerda smarodina ham ekilgan ekan, bir to'pgina. Qaranglar, smarodina. Mana qaranglar azizlarim, mana pishyapti. Mana smarodina. Dorida bu. Varenyalar qilsa ham bo'ladi. Mana bu yerda ajoyib gullarimiz. Mana petunya gulim. Qizil ochilib yotibdi. Mana azizlarim, qaranglar. Mana bu tuflichik gulchasi, qaranglar. Nomi tuflichik deganida, mana shunday deyapman-da azizlarim. Mana giran, mana kechagina mana bu kalonxo'ylarni ekib chiqdim. O'sib ketgan ekan tuvakda. Yerga suqib ekib chiqdim. Mana bu yerga ham gul ekdim, mana piyoz guli. Lekin tuvakda ekiladi, tuvak. Ana piyozchasida ekib chiqdim buni ham. Mana bag'da ham kalonxo'ylarni ekib chiqqanman. Kalonxo'y guli shunday yaxshi rivojlanadi, yaxshi o'sadi yerda. Juda ham ajoyib bo'ladi. Mana bag'da ham kalonxo'y gullab yotibdi. Mana bu lifni zifti bog'lab qo'ydim. Juda ham kattarib ketgan edi. Mana piyon gulimiz. Bahorda ekkandim. Hali kichkina. Mana bu ham kalonxo'yda boshqa bir turi. Mana barglari jingala sifat mana. Mana to'y gullarni ham ekib qo'yibman yerga. Yerga yaxshi rivojlanadi-da.
Keyin ramashkalar, mana ramashkalar. Mana bu kartoshka gul kattasi. Mana azizlarim, mana bu gulimiz mushkambar. Juda ham hidi zo'r bo'ladi deydilar, lekin hali gullagani yo'q, endi gullaydi. Mana bu yerda ham ramashka. Mana bu yerda bugenvilyaning oqi, mana oqi gullayapti. Mana ramashka. Har xil gullar bor. Mana kartoshka gulimiz kattasi gullagan mana. Kartoshka gulli kattasi. Gerginda shuni kattasi mana gullayotibdi. Mana bu yerlarda har xil gullar bor. Nozik gullar. Mana shu gulni bozordan sotib olganman. Hali qanaqa gulla ekan bilmayman ham даже. Hali gullasa ko'rsataman albatta. Azizlarim, juda ham ajoyib gullarimiz. Keyin mana bu yerda klubnikamiz bor. Mana bu yerda mana hamisha bahor guli. Keyin lifni zifti har xil ranglari. Mana bu gullar katta bo'lib ketgan. Kan gulimi. Azizlarim, g'oyibona ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar.